Bir qarashda bu shunchaki raqamlar, jadvallar, foizlar, grafiklar, ammo raqamlarning har biri xuddi mamlakat yuragidan taralayotgan zarblardek jamiyat hayotidagi muhim jarayonlardan darak beradi. Bugun O'zbekiston o'z kelajagini aniq ma'lumotlar asosida qurmoqda. Chunki zamonaviy dunyoda tasodif bilan taraqqiyotga erishib bo'lmas. Ko'pincha raqamlar hissiyotdan xoli ko'rsatkichlar yig'indisidek tasavvur uyg'otishi mumkin. Aslida esa unday emas. Har bir ko'rsatkich ortida yuzlab taqdirlar, minglab oilalar mujassam. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor amalga oshirilayotgan katta ahamiyatga ega jarayondir. U mamlakat ijtimoiy va iqtisodiy siyosatini aniq ma'lumotlarga tayangan holda yangi bosqichga olib chiqib, taraqqiyot yo'lida mustahkam yo'nalish belgilamoqda. Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan tub islohotlarning bosh me'mori O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan boshlangan keng ko'lamli islohotlar markazida inson qadri, uning manfaatlari va farovon hayoti turadi. Davlat rahbarining uzoqni ko'zlab yuritayotgan siyosati tufayli ro'yxatga olish jarayoni shunchaki statistik tadbir emas, balki mamlakatning barqaror va jadal rivojlanishini ta'minlayotgan strategik poydevorga aylanmoqda. Prezidentimizning tegishli farmoni bilan ro'yxatga olishni yuqori saviyada tashkil etish, uni zamonaviy talablar asosida o'tkazish vazifalari aniq belgilab berildi. Bu qaror yurt kelajagini chuqur tahlil, ishonchli ma'lumotlar va puxta rejalashtirish asosida barpo etishga qaratilgan qat'iy siyosiy irodaning yorqin ifodasi. Ro'yxatga olish esa aynan shu buyuk bunyodkorlik yo'lida tashlanayotgan muhim qadamlardan biridir. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga o'tkazish, ham aholi ham qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish birga o'tkaziladi va bu bevosita bir ko'plab savollar, xususan aholining demografik tarkibi, uning yashash sharoitlari, ijtimoiy holati, umuman qishloq xo'jaligidagi bor imkoniyatlarimiz bu to'g'risida keng qamrovli ma'lumotlar yig'ish imkoniyatini berdi. Prezidentimiz farmonlarida ko'rsatilgan eng asosiy vazifa bu ma'lum bir internet imkoniyatlaridan, ya'ni zamonaviy texnologiyadan foydalangan holda va ma'lum bir qismini mahalla yettiligi imkoniyatlaridan foydalanib samarali usulda o'tkazildi. Bunday ma'lumotlar avvalambor shu ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Jarayonning zamonaviy qiyofasi ilg'or axborot texnologiyalarida namoyon bo'ldi. Yagona elektron platforma ma'lumotlarni tezkor yig'ish va qayta ishlash imkonini yaratdi. Planshetlar, kuchli serverlar va barqaror texnik infratuzilma inson omili bilan bog'liq xatolarni kamaytirib, samaradorlikni oshirdi. Maxsus dashbordlar orqali jarayonni onlayn kuzatish imkoniyati paydo bo'ldi. Statistika ilk bor real vaqt rejimida uzluksiz monitoring qilina boshladi. Ro'yxatga olish zamonaviy texnologiyalarni joriy qilgan holda tobora rivojlanib bormoqda. Avvallari qog'oz shaklidagi blankalardan bu jarayonda foydalanilgan bo'lsa, ma'lumot to'plash uchun hozirgi kunda ma'lumotlarni to'plash to'liq raqamli texnologiyalar asosida amalga oshadi va bu ma'lumotlarni tezkor va to'g'ri to'plash, ya'ni aniq to'plashga, ularni qayta ishlash jarayonlarini tezlashtirishga, bundan tashqari aholimizga ushbu jarayonda qulay shaklda ishtirokini ta'minlashga yordam beradi. Buning oqibatida inson omili sababli yuzaga keladigan xatoliklar imkon qadar kamaytiriladi. Yig'ilgan ma'lumotlarning sifati bir necha bosqichli nazoratdan o'tkazildi. Mantiqiy va avtomatik tekshiruvlar xatolar ehtimolini kamaytirdi. Zarur hollarda ma'lumotlar qayta to'ldirildi. Mamlakat bo'ylab millionlab turar joy obyektlarining GPS manzillari shakllantirildi. Bu nafaqat hududlarni aniq xaritalash, balki har bir xonadongacha yetib borish imkonini ham kengaytirdi. Biroq har qanday texnologiyaning eng muhim tayanchi ishonchdir. Shu sababli axborot xavfsizligi masalasi ustuvor yo'nalish sifatida belgilandi. Fuqarolar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarning maxfiyligi qat'iy himoyalandi. Tizimlar hamkor tashkilotlar bilan birgalikda sinovdan o'tkazildi. Bu esa har bir inson o'z ma'lumotlarini ishonch bilan taqdim etishi mumkin bo'lgan mustahkam himoya maydonini yaratdi.
Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida yuqori saviyada tashkil etilib, muvaffaqiyatli yakunlandi. Belarus, Koreya, Gruziya va Serbiya kabi mamlakatlarning ilg'or tajribalari o'rganildi. Ushbu tajribalar asosida milliy sharoitga mos zamonaviy va ishonchli axborot tizimlari ishlab chiqildi va amaliyotga joriy etildi. Ma'lumotlarni qabul qilish, tekshirish va qayta ishlash uchun integratsiyalashgan mexanizm joriy etildi. Bu esa inson omiliga bog'liq xatoliklarni keskin kamaytirib, ma'lumotlar sifatini sezilarli darajada oshirdi. Eng muhimi, mazkur ro'yxatga olish natijasida mamlakatimizning demografik va qishloq xo'jaligi holatini aks ettiruvchi keng qamrovli va ishonchli ma'lumotlar bazasi yaratildi. Ro'yxatga olish arafasida mustahkam normativ huquqiy baza yaratildi. Keng ko'lamli tashkiliy ishlar amalga oshirildi. Respublika komissiyasi tashkil etilib, vazirlik va idoralar, hududiy tuzilmalar hamda mahalliy boshqaruv organlari yagona tizimga birlashtirildi. Hududlarda ham keng ko'lamli tashkiliy tizim shakllantirildi. 200 dan ortiq hududiy shtablar tashkil etilib, ular joylardagi ishlarni muvofiqlashtirish, muammolarni tezkor hal etishga xizmat qildi. Aholini va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish mamlakat taraqqiyotini belgilaydigan muhim strategik jarayondir. Ushbu keng qamrovli tadbir hududlarda izchil va samarali targ'ibot ishlari, aholiga yetkazilgan aniq va tushunarli ma'lumotlar, shuningdek fuqarolarning ishtiyoq va qiziqishi natijasida yuksak saviyada amalga oshirildi. Jarayon davomida jamoatchilikda ishonch muhitini mustahkamlash, ro'yxatga olishning ahamiyatini keng yoritish va har bir hududda faollikni ta'minlash ustuvor ahamiyat kasb etdi. Natijada yurt kelajagi uchun mustahkam va ishonchli statistik poydevor yaratildi. Har bir kun, har bir soat kesimida aniq grafiklar ishlab chiqildi, tashkiliy rejalar tayyorlandi. Bu esa ro'yxatga olishning har bir bosqichini shaffof va tartibli amalga oshirilishini ta'minladi. Ro'yxatga olishda ishtirok etgan 10 minglab mutaxassislar maxsus o'quv dasturlari asosida tayyorlandi. Mahalla yetiligi vakillari va jarayonning boshqa ishtirokchilari uchun seminar va treninglar tashkil etildi. Vazirlik va idoralar xodimlari ham mazkur jarayonga puxta tayyorgarlik bilan jalb etildi. Aholi va qishloq xo'jaligi ro'yxatga olish tadbiri ilk bor o'tkazilganligi sababli birinchi bosqichda barcha mahalla yetiligi vakillari o'qitildi. O'qitish ishlari nazariy va amaliy usulda o'tkazildi. Nazariy sifatida birinchi navbatda aholi va qishloq xo'jaligi ro'yxatga olish tadbiri to'g'risida tutilgan bo'lsa, amaliy usulda mahallaga chiqqan holda, ya'ni planshetdan foydalangan holda, ma'lumotlarni kiritgan holda bu jarayonda barcha xodimlar amaliyotdan o'tkazildi. Umum xalq tadbiri jamiyatning barcha qatlamlarini birlashtirdi. Yurtimiz iftixorlari, xalqimizni qalbidan alohida joy olgan sportchilar, elimiz suygan san'at vakillari va jamoat faollari targ'ibot ishlarida faol ishtirok etdilar. Ommaviy axborot vositalari vakillari, blogerlar va jurnalistlar barchasi vatan va xalq manfaatlari yo'lida bir yoqadan bosh chiqarib, jarayonning faol ishtirokchisiga aylandi. Axborot maydonida olib borilgan keng targ'ibot ishlari ro'yxatga olishning mazmun mohiyatini har bir xonadonga yetkazdi. Uning ahamiyatini yanada chuqurroq anglashga xizmat qildi. Yoshlar uchun alohida loyihalar tashkil etildi. Jamoat joylari hamda transport vositalarida targ'ibot materiallari joylashtirildi. Aholiga SMS xabarnomalar yuborildi. Bularning barchasi bir maqsadda hech qaysi inson e'tibordan chetda qolmasligi uchun xizmat qildi. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayonlarining muvaffaqiyati ayniqsa onlayn bosqichda aholining faol ishtiroki eng avvalo targ'ibot ishlarining samarali tashkil etilgani bilan bog'liq bo'ldi. Ushbu tarixiy umummilliy tadbirda davlat va nodavlat telekanallari, ijtimoiy tarmoq faollari jarayonning ahamiyatini aholiga
to'g'ri yetkazishda muhim o'rin tutdi. Men uchun ushbu jarayonda ishtirok etish katta tajriba, eng esda qolarli va faxrlansa arziydigan holat bo'ldi. Jarayon ikki muhim bosqichda amalga oshirildi. Avval onlayn ro'yxatdan o'tish imkoniyati yaratildi. census.stat.uz orqali fuqarolar o'z ma'lumotlarini mustaqil ravishda kiritdilar. Ro'yxatga olish jarayonida yana bir qiziq holat. O'zbekiston hududida 130 yoshli Huvaydo momo 7-marotaba ro'yxatga olish jarayonida qatnashdi. Aholi bilan ochiq muloqot jarayonning ajralmas qismiga aylandi. Fuqarolardan kelib tushgan savollarga mutaxassislar tomonidan batafsil tushuntirishlar berildi, brifinglar o'tkazildi. Qisqa muddat, ya'ni 17 kun ichida jami xonadonlarning 82.3% da istiqomat qiluvchi 30 milliondan ortiq aholi savolnomani mustaqil to'ldirib, onlayn ro'yxatdan o'tdi. Bunday keng qamrov va qisqa muddatdagi ishtirok butun Markaziy Osiyo mintaqasi hamda mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududi uchun ham ro'yxatga olish tarixida misli ko'rilmagan natija sifatida qayd etildi. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish mamlakat taraqqiyotidagi muhim strategik bosqichdir. Mazkur jarayon orqali aniq, tizimli va chuqur tahlillarga asoslangan ma'lumotlar shakllantiriladi. Bu esa mamlakat infratuzilma obyektlarini rejalashtirish, ijtimoiy siyosatni belgilashda muhim ahamiyatga ega. Ro'yxatga olishni tashkil etishda xalqaro tajriba chuqur o'rganildi. Jarayon dunyo standartlariga mos ravishda yo'lga qo'yilib, rivojlangan davlatlar amaliyoti milliy yondashuv bilan uyg'unlashtirildi. Shu bilan birga, mazkur jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishida xalqaro tashkilotlarning qo'llab-quvvatlashi va faol ishtiroki alohida ahamiyat kasb etdi. Onlayn ro'yxatdan o'tgan fuqarolar orasidan tasodifiy tanlov asosida saralangan ishtirokchilar rag'batlantirilib, ularga esdalik sovg'alar topshirildi. Xususan, g'oliblarga zamonaviy planshetlar va noutbuklar taqdim etildi. Ushbu yuqori natijaga erishishda jamoatchilik, ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar va blogerlarning faol ishtiroki muhim ahamiyat kasb etdi. Shu munosabat bilan Milliy statistika qo'mitasi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholishunoslik jamg'armasi hamda Xalqaro migratsiya tashkiloti targ'ibot jarayonlarida faol ishtirok etgan ommaviy axborot vositalari vakillarini taqdirladi. Hamda sinov tariqasida o'tkazilgan pilot loyihalari natijalari esa tayyorgarlik darajasining yuksak ekanini yana bir bor ko'rsatdi. O'zbekistonda aholi va qishloq xo'jaligi ro'yxatga olish tadbirlari xalqaro tashkilotlar bilan yaqindan hamkorlikda amalga oshirildi. Bunda Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholishunoslik jamg'armasi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat tashkiloti, Xalqaro migratsiya tashkiloti, Jahon banki kabi xalqaro institutlarning metodologik va texnik ko'magi jalb qilindi. Ushbu yordam samarasi o'laroq O'zbekistonda 37 yilda birinchi bor o'tkazilgan ro'yxatga olish jarayonlari muvaffaqiyatli va samarali tashkil etildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti aholishunoslik jamg'armasi O'zbekistonda aholini ro'yxatga olishni o'tkazishda texnik yordam ko'rsatish bo'yicha hamkorlik qilib keladi. Biz birgalikda aholini ro'yxatdan o'tkazish metodologiyasini ishlab chiqdik. Bu borada kerakli tajriba shakllandi. Milliy statistika qo'mitasi bilan yo'lga qo'yilgan hamkorlik alohida e'tirofga loyiq. Ana shu sa'y-harakatlar natijasida 1989-yildan buyon ilk bor aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish muvaffaqiyatli amalga oshirilib, mamlakat uchun tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan natijaga erishildi. Biz qo'mita bilan yaqin va maqsadli tarzda ishladik. Aniq yo'naltirilgan texnik ko'mak dasturini amalga oshirdik. Jamoatchilikni xabardor qilish tashabbuslari, ommaviy axborot vositalari uchun sifatli materiallar, zamonaviy jihozlar hamda xalqaro ekspertlar maslahatlari orqali qo'mitaga ro'yxatni puxta va o'z vaqtida ishonchli tashkil etishda ko'mak berdik. Bizda tayyorgarlik jarayonlarini kuzatish va fikr bildirish imkoniyati mavjud edi. Mahalla yettiligi ham faol qatnashdi. Jarayon Milliy statistika qo'mitasi va boshqa vazirliklar ishtirokida kengaytirilgan tarzda olib borildi. O'ylaymanki, vazirlik va agentliklarning kengaytirilgan hamkorligi sensusning samarali amalga oshirilishiga xizmat qiladi.
population and agricultural census at the same time. Aholi va qishloq xo'jaligini bir vaqtning o'zida ro'yxatga olish qiyin vazifa. Ammo Milliy statistika qo'mitasi jamoa va menejment yaxshi ishladi hamda sensusni rejadagidek o'z vaqtida yakunladi. Sensus boshlanganidan keyin aholi tomonidan katta qiziqish bildirildi va tizim 1-2 daqiqa bloklandi. Ammo keyin yana yaxshi ishlab ketdi. Hamma bunga tayyor edi. Aholi tomonidan shunday qiziqish bildirilishi kutilayotgan edi. Hatto bu kutganimizdan ham yuqoriroq bo'ldi. Odamlar ro'yxatga olish boshlanganidan keyin tezroq qatnashishni boshlashdi. Hamma ham internet orqali ro'yxatdan o'ta olmasligi inobatga olindi. Jarayonning ikkinchi, an'anaviy bosqichi yo'lga qo'yildi. Ro'yxatga oluvchilarning faoliyati puxta rejalashtirilgan holda, ular zarur texnika bilan jihozlandi va kundalik ish jarayonlari aniq tartib asosida tashkil etildi. Mahalla vakillari xonadon-xonadon yurib, planshetlar orqali ma'lumotlarni yig'ishni boshladilar. Oddiy ko'rinadigan bu jarayon aslida katta ishonch ramzidir. Ularning harakati GPS orqali kuzatilib, jarayonning shaffofligi to'liq ta'minlandi. Shu o'rinda qishloq xo'jaligiga oid ma'lumotlar alohida ahamiyat kasb etdi. Tomorqa yerlarning maydoni, unda yetishtirilayotgan mahsulotlar hamda uy xo'jaligida boqilayotgan chorva va parranda bosh soni haqidagi ko'rsatkichlar oziq-ovqat xavfsizligi, eksport salohiyati va qishloq iqtisodiyotining istiqbolini belgilashda muhim omil bo'lib xizmat qildi. Avvalo, mana shu jarayonga aholini befarq emasligini, aholi faol ishtirok etayotganligini guvoh bo'ldik. Bu birinchi ta'kidlaydigan masala, chunki bu asosan ma'lumot aholidan yig'iladi. Mana shu ro'yxatga olish ma'lumotlari qanchalik to'g'ri, qanchalik ishonchli bo'lsa, keyingi bosqichlardagi qayta ishlash va bu asosda keyingi jarayonlarda, keyingi bosqichlarda bo'ladigan ishlar sifati juda ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Endi mana shu jarayon eng zamonaviy usullardan qo'llanilayotganligi, onlayn usulda demak ro'yxatga olish o'tkazilganligi, undan keyin mana yana zamonaviy vositalar bilan ana shu aholi o'rtasida so'rovnoma o'tkazilayotganligi bu ro'yxatga olish sifatiga juda katta ta'sir qiladigan omil. Sensus platformasiga kiritilgan har bir raqam bu ertangi maktablarning poydevori, yangi yo'llarning yo'nalishi, xonadonlarimiz dasturxonining to'kinligi va farovon turmushning barqarorligini belgilovchi muhim asosdir. Yig'ilgan ma'lumotlar asosida rejalashtiriladigan islohotlar va davlat qarorlari ishonchli statistik poydevorga ega bo'ladi. Shunday ekan, har birimizning ishtirokimiz mamlakat taraqqiy etishga qo'shayotgan ulkan hissamizdir. Zero sanoqda bo'lish ulkan baxt. Har bir ma'lumot taraqqiyotga xizmat qiladi.